Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Amdi anglaydiganlar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Do'zaxqa kirmasin dedim. 2014-yili 22-mayda Urumchida yuz bergan portlash sababli kamerlar siyosiy mahbuslarga to'ldi. Holbuki bu siyosiy tutqunlarning mutlaq ko'pchiligi tutilganda bundaq voqealarning bo'lganligidan bexabar ekan. Ko'pinchisi hijrat, jihad degan tabliğlarni anglab, telefonga shundaq mazmunlarni tushirib yoki Xitoy mollarini cheklashni tashabbus qilish, Erkin Asiya radiosini anglash degandek sabablar bilan tutilgan edi. Shularga tarjimonlik qilish jarayonida bayqishimcha, voqeadan xabardor bo'lgan faqat ikkilan bo'lib, ular bu ishni rasmga tortib, undidarda tarqatqachqa tutilgan edi. Shu yili iyundan boshlab manmu gundapaylarga tarjimonlik qilish bilan aldirash bo'lib ketdim. Chunki biri har bir mahbusning qandoq gumon bilan tutilganligi qamoqxona arxivida xotirlanishi kerak ekan. Yana biri gundapaylar mushundaq ahvol egilash jarayonida dilo pash qilib xizmat ko'rsatadigan. Tarjimonlikda so'roqda qiynalgandanmu ig'ir kunlarni kechirmoqda edim. Mening xitoycha tarjimam bir yomon niyatli heroinkash yoki o'g'rining tarjimasiga qaraganda mahbuslarga foydali bo'lsa-mu, baribir bir uyg'urning Liudavan qamoqxonasida ig'ir kun ko'rishiga, balkim ig'ir kesilib ketishiga orichi bo'ladigan bo'lg'achqa, bu ishdan izchil o'zimni qochiratdim. Men fojiali kechmishlarga shohid bo'lishni, tarjimam sababli ko'zlarining yoshlanishini har qancha xohlamasammu, bir muncha Uyg'urning kechmishiga shohid bo'ldim. Bularning ichida 2014-yil maydagi Atiganlik bozorda bo'lgan portlashni naq maydonga berib, rasm tartib tarqatgan Nurmamatmu bor edi. Nurmamat gumadan bo'lib, har qarasam, uni marhum Mamtimin Bug'raning inisiga o'xshatdim. Mamtimin Bug'raning Yingsarda shehid bo'lgan bir inisining ismimi Nurmamat edi. Uyg'ur Gundupay uni qamgan kuni meni ko'rsatib, "Bu kim, tonimsan?" deb so'radi. "Toniyman, Gulan apandi" degan javobni ilibla, Gundupay menga qarab, "Qara, sen o'zingni siyosiy emas deysan, lekin bu yerga kirgan siyosiylardan seni toniydiganlar chiqib, siringni pash qilibla turadi" deb qo'yib ketgan edi. Nurmamat men yozgan yozmalar haqida so'raydi. Nima qilsam shuni do'rashga tirishadi. Bir kuni uningdan turkcha, inglizcha va xitoychadan qaysini o'qitib qo'yay deb so'rab baqdim. U hech ikkilanmay xitoychani tanladi. Nurmamat azaldan maktabda o'qimagan bilan kitob o'qishni odat qilgan bo'lg'achqa ma'nolarni osonroq tushunadi. Ta'tur mijoz kaj emas edi. Kamerda xitoycha o'rganayotganlar ichida shu Nurmamatla eng tirishadi. Nurmamatdek yangi mahbuslar kamerga kirgandan boshlabla 51 kungacha ikki tarafdagi kameradan qattiq nazorat qilinadi. Mendek kona mahbus joyimda turib sakrab, to'xtamay mengib, qo'rsoq qatlab harakat qilsam, gap qilmagan bilan Nurmamat meni do'rgan hamon ogohlantirish oladi. U meni do'rab chiniqib, bir qancha qitim ogohlantirilgan bo'ldi. Bir kuni xitoycha o'rgatgan bo'lib, "Nurmamat, nimishqa Atiganlik bozorda begunoh qarilar o'ltirilgan rasmlarni tarqatding?" deb so'radim. "Kofirning yuragi mujildi, musulmonlar jihad qildi deb xo'sh bo'lgan", dedi u. Buni anglab, "Xalqimizga zulm qilayotgan shuncha ko'p soqchi punkti, tekshirish ochonlari tursa, sencha shu qiri cho'rlarni portlatish bir ish qilganlik bo'lamdi? Sengu bir qitim xo'sh bo'lish uchun ularni rasmga tortibsan. Mavu putdiki zanjirni, ichidan suvarak chiqadigan umashni har birimizga
Fusırni yuyg'izdigan mavi Xitoy o'g'irlarini kim rasmga tartib tarqitdi? Mening dadisiz qizlarimning yig'isidan, sening homildor ayolingning nolisidan kimlar necha qitim xush bo'lyotidi? Bilamsan? Mavu qamoqxona qara. Tungan bormi? Qirg'iz bormi? Ularmi musulmongu? Hijrat, jihad bizga farz. Ularga farz emasmi? Dedimda, o'pkam o'rildi. Kamerda Wang familiyalik bir qotil bor edi. U odatda hech kimga gap qilmay, Xitoycha damka o'ynash bilan kun o'tkazatdi. Nurmamatga Xitoycha xatni o'zim o'gitib, so'zlashda talaffuzni to'g'ri chiqarsin deb, xili ma'lumotliq bir Xitoyga tunishtirib qo'ysam, nim bo'ldi? Uni tashlab shu qotilni ustoz tutyapti. Ko'nglimda norozi bo'lsammi, o'zining o'ylig'ini bardu deb gap qilmadim. Lekin u vahshiy qotilning jasadni qandoq parchalaganligi, axlat sanduqlarga qandoq tashlaganligi esimga kelsila, nafratim qo'zg'alib, yuziga tükürüşdən o'zimni aran tutatdim. Bir kuni kamerda jidal chiqdi. Sababi Nurmamat tozalik boshlig'ining buyrug'iga parvo qilmaganmish. Men Nurmamatning Xitoycha bilmaydiganligini tushundirib, jidalni tuzab bo'lg'icha eshikning yenidagi kunubga besilib, Gundupayga arz qilindi. Gundupay kelib Nurmamatni jazolashga putidagi kishanga ikki qo'lini ishkallab chetib qo'yishga tamshaldi. Nima qilishimni bilmay turatdim. Shu hamon heliqi qotil oldiga chiqib, Nurmamatni oqlab so'zlab ketdi. 40 kun bo'pti. Bu kamerda faqat Nurmamatla uningga har sahar salom qiladigan, kulimsirab ahvol so'raydigan, ko'rishkisini qiziq suvda yuvib, choy quyib beradigan. Nurmamat har kuni atiganda texi Vanga yotqan qatlashib beradigan. Chunki yotqanlar 3 minut ichida saranga qapidek qirliq, aplik va chapsan qotlanishi kerak edi. Wang uni qilolmaydi. O'rnidan damka o'ginadigan, Xitoycha mashq qiladigan, paranglashadigan. Gundupay bularni da'vatgan Wangga hayronlikda qarab turib qoldi. Wangning Nurmamatni maqtashlari Gundupayga to'g'ri tuyuldimi, yo u bir qotilning Nurmamatga mag'il bo'lib, uning bilan paranglashib jidal chiqarmaganidan xo'sh bo'ldimi, jazo bermay chiqib ketdi. Hozirgacha kamerda manga eng sat ko'rindigan Wang Pingning Nurmamatga bo'lishib, bir odamning Xitoycha bilmay buyruq tushunmasligi, shu sababdan tozlik qilmasligi gunoh bo'lsa, jazosini men o'tay degini tungungidek esimda. Nurmamatdan bu do'stlikning sababini so'rganimda, uning menga aka, uni 2 oydan keyin otadigan, kofir piti o'lib do'zaxga kirmasin, yaxshiligimdan ta'sirlanib musulmon bo'lsin dedim deganlarimi helimu quloq tibimda. O'zi vijik, beshi so'zunchoq, kulibla turadigan Nurmamat qamoq hayotimda mening kamerda doim g'ingshib o'ltiradigan davlat marshimizni bir anglabla bilib qolgan birdan-bir siyosiy mahbus edi. Shu ish bo'lib haftadan keyin Nurmamatni boshqa kameraga yo'tkivatdi. U Wang Pingni musulmon qildimi yo'q bilmayman. Ammo u yaxshilik, muhabbat va sabr bilan bir qotilga, odam o'ltirib parchalayotgan bir qonxo'rga do'stlikning qimmatini his qildirdi. U hech kimga rahim qilmaydigan bir qotilni ta'sirlantirib, adolat uchun dast turadigan insoniy tuyg'uga qaytarib kelgan edi.